Agar bola ota-onasini tazyiqi, bosimi yoki atrofdagilarning bosimi natijasida o'zini xohishlari bilan emas, o'zidek emas, atrofdagilar istagandek shakllanishni, o'rganishni boshlagan bo'lsa, bu uni shaxsiyati rivojlanishi to'xtayotganidan dalolat beradi. Ya'ni bola aslida toza fitratda dunyoga keldi. U boshida hammani shartsiz sevadi. Nimanidir xohlasa, xohlashini, xohlamasa, xohlamasligini aytadi. Kimgadir nimadir bergisi kelsa, chin dildan beradi yoki umuman bermaydi. Va vaqt o'tib, ota-ona, jamiyat, atrofdagilar bolaga o'z dasturlarini singdira boshlaydi. Va agarda bola ota-onasi yoki atrofdagilar singdirgan tarbiyani o'zini ichki ruhiyatidan voz kechgan holatda bajarishni o'rgansa, bu falokat belgisidir. Nega? Chunki bolaga majburlab singdirilgan, san nimadir qilsang, men sani bugun nimadir qilib olib boraman yoki olib beraman kabi tushunchalar, yoki yaxshi bo'lishing uchun mana bunaqa o'qishing kerak, yoki yaxshi bo'lishing uchun mana buni qilasan, mana buni qilmaysan, yoki men aytgandek uxlaysan, men aytgandek kiyinasan. Ya'ni biz unga majburan singdirgan dasturlarni u qilishni o'rganib olsa, bunday boladan va bunday shakllanayotgan shaxsdan erta bir kun nima qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. Chunki u ichki menini, xohishlarini emas, ota-onasi to'g'ri deb bilgan, ota-onasi shirin deb bilgan narsalarni qilishni o'rganib olgan bo'ladi. Ya'ni bu degani bola jazodan qo'rqib undan talab qilingandek harakat qilsa yoki biror mukofot olish uchun o'zidan kutilgan holatni ifodalashni o'rgansa, bu bolani yaxshi tarbiya qilingandan dalolat bermaydi. Chunki u faqat jazodan qutulish uchun ayyorlikni o'rganib olgan bo'ladi. Yoki mukofot olish uchungina o'zligidan voz kechib, talab qilingandek bo'lishga harakat qiladigan holatga keladi. Vaholanki yaxshi to'kis shaxs va xarakterga ega farzandni voyaga yetkazish esa bu jazo bilan bo'lmaydi. Uni qo'rqitish bilan, uni jazolash bilan siz faqatgina unda yolg'on tabiatdagi insonni shakllantirasiz. Bola bir marta ichki menidan boshqacha bo'lishni uddalasa, keyin uning qachon kimga nima qilishini hech kim bilmaydi. Chunki u o'zidan soxta kimnidir yasab oldi. Demak,